Implant qo'yish uchun jag' suyagi hajmi yetarli bo'lmagan holatlarda o'rnini to'ldirish uchun suyak qayerdan olinadi? Ilgari bu jarayon juda murakkab va og'riqli bo'lgan. Sababi qo'shimcha suyak bemorning o'zidan, dahan sohasidan va jag'ning burchak sohalaridan olingan. Qo'shimcha ravishda katta boldir suyagi, qovurg'a va chanoq suyaklaridan ham olingan. O'zingiz tushunganingizdek, bu jarayonlar bemorga qo'shimcha travma keltirib chiqaradi. Yuqoridagi zonalardan olingan suyak bemorning o'zidan olinganligi hisobiga autograft deyiladi. Hozirgi vaqtda esa tibbiyot ancha rivojlangan va O'zbekistonda bemorlardagi suyak yetishmovchiligi holatlarida qo'shimcha ravishda ksenograft, ya'ni qoramol va otning suyaklaridan foydalaniladi. Bu esa bemorlardagi qiyin jarayonlarni yengillashtiradi. Lekin implantatsiya tobora rivojlanib bormoqda. Bizning klinikamizda suyagi o'stirilishi kerak degan bemorlarning ham 90% ni muammosini zamonaviy ARI implantlarni qo'yish orqali hal qilib berishimiz mumkin. Sababi jag' suyagi quyidagi holatgacha atrofiyalangan shaklda ham bu implantlarni quyidagi sxemadagidek o'rnatib beramiz va 2-3 oy ichida doimiy koronkalarni qo'yib berishimiz mumkin. Natijada bemorlar suyagi o'stirish uchun 1 yil vaqt yo'qotishmaydi va ortiqcha travmalarsiz muammosini hal qilishadi. Agar sizni ham yuqoridagidek muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, implant sentrda kutib qolamiz.